O'qituvchi sodiq harbiy emas, ruhiy strategdir. O'qituvchi haqida biz doim fidokor, sabrli, sodiq deymiz, lekin bu yetarlimi? Sodiqlik bu buyruqqa itoat. Bizga esa fikrlovchi strateg kerak. Shuning uchun men aytaman, bugungi o'qituvchi bu ruhiy strateg bo'lishi kerak. O'tmishda o'qituvchi darsni yetkazuvchi edi, bugun esa o'quvchini shakllantiruvchi kuchga aylanishi kerak. U faqat fan emas, madaniyat, ma'naviyat, ijtimoiy ong, raqamli tafakkurni beruvchi bo'lishi kerak. Har bir dars bu kichik harbiy mashg'ulot emas, bu ong, yurak va kelajakni qurishdir. Har bir bolani bir xil emas, individual ko'radi. Har bir oilaning ruhiy xaritasini anglaydi. U darsni rejalamaydi, jamiyatni rejalaydi. U baho bermaydi, fikrlashga undaydi. U qo'rqitmaydi, ishontiradi. Shuning uchun strateg o'qituvchi bu har bir darsni tarixga aylantiradigan insondir. Shvetsiyada o'qituvchilar jamiyat muhandislari sifatida e'tirof etiladi. Fransiyada har bir pedagog xalqaro kompetensiyaga ega. Singapurda ustozlar strategik maktab tizimi bo'yicha tayyorlanadi. O'zbekistonda esa bu yo'l endi boshlanmoqda. Bizda ustozlar haligacha baholovchi sifatida ko'riladi. Endi esa ular tarbiya arxitektori bo'lishi kerak. Ustozlar uchun strategik pedagogika kursi, har bir ustozga o'zining shaxsiy ta'lim modeli yaratilishi, ustozga baho berish emas, maslahatga asoslangan tahlil. Dars bu ijro emas, loyiha bo'lishi kerak. Bugun biz farzandni tayyorlamoqdamiz, ammo farzandni kim tayyorlayapti? Ustoz. Demak, ustozni eng muhim strateg deb bilish kerak. Men o'qituvchini darslovchi emas, strateg deb ko'raman. Sizchi?